haqiqatdan 25 tezlikdan oshmas ekan bu. Odamlar o'ylaydi 50-80 chiqadi deb o'ylaydi, lekin 50-80 chiqmaydi bu skuter. Men o'zim minib ko'rdim. 25 tezlik yuradi. 25 ga ham chiqmayapti skorost, 24 yuryapti. Menda ham o'zi skuterim bor edi, 80 yurardi. Men 80 tezlik yurmas uchun pravam yo'ligi uchun mana shu yerga keldim. Endi mana shu xudo xolasa, lekin zo'r skuter puliga emas arziydi. Haydovchilar yaxshi, mazdatolar yaxshi. Olib kelgan odamga ming rahmat. Endi bizga prava ham kerak emas, A kategoriya ham kerak emas, pravasi ham kerak emas endi. Xudo xolasa duo qilib mazza qilib minadigan bo'ldik. Ramazon oyiga skidga ham qutashashibdi. Tan joninglar sog' bo'lsin. Rahmat kattajon.